Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz siz bilan 10 daqiqada turk alifbosini o'rganamiz. Turk alifbosi 1928-yil 1-noyabrda, qism bu noyabr degani turk tilida aynan Mustafa Kemal Atatürk tomonidan rasmiylashtirildi. 13-53-qonun bilan rasmiylashtiriladi. Hop, ungacha bo'lgan muddatda turklar arab alifbosiga asoslangan turk yozuvidan foydalanib kelishgan. Arab alifbosiga asoslangan turk yozuvini o'qish va yozish xalq uchun birmuncha qiyinchilik tug'dirgan deb hisoblangan Atatürk tomonidan va lotin alifbosiga asoslangan turk tilining tovushlariga mos bo'lgan aynan quyida biz siz bilan o'rganadigan alifbomizni joriy qilishgan. Ya'ni 1928-yildan boshlab ularda til islohoti o'tkazilgan va hozirgi kungacha aynan mana shu lotin alifbosiga asoslangan turk yozuvidan foydalanib kelishadi. Xalq 600 yil davomida arab harflaridan foydalanib kelgan xalq qisqa muddatda lotin alifbosiga o'tishgan. Buni eng katta sabablardan biri mana bu tarixiy surat. Mustafa Kemal Atatürk o'zi komission tuzib xalqiga aynan shu lotin harflariga asoslangan turk alifbosini, yangi alifboni o'rgatishida deb bilishadi tarixchilar. Yaxshi, qisqacha tarixga sayohat qildik. Ana endi biz siz bilan keling turk alifbosini o'rganib ketamiz. Harflarimiz 29 ta harf bor. Mana shu yerda keltirilgan. Bitta-bitta o'qib beraman. Agar sizning birinchi tilingiz o'zbek tili bo'lsa, qiynalmasdan bu harflarni o'rganasiz. A harfi talaffuzda ham A, araba. Qarang, xuddi o'zbek tilidagidek. B, baba ota degani. Endi mana bu harfimizni ko'pchilik K deydi, S deyishadi. Aslida bu J do'stlar, jo'jadagi J. Ya'ni ceviz, yong'oq degan aynan shusini ko'rsangiz J deb o'qishingiz kerak. Endi xuddi shusini pastida quyruqchasi, ya'ni dumchasi bo'ladigan bo'lsa, biz unga Ch deymiz do'stlar. Cho'juk, e'tibor bering, bu Ch, bunisi esa Ch, cho'juk. D, xuddi o'zbek tilidagidek dars. F, fare, G, gul va yumshoq G. Ha, siz to'g'ri topdingiz. Bu harfning o'zi bor-ku, lekin tovushi yo'q do'stlar. Tovushi yo'q. Hop. Va e'tibor bering, hamma alifbodagi harflar so'zning boshida kelyapti va yumshoq G'ga kelganda so'z o'rtasida kelyapti. Bundan ham tushuniladiki, aynan turk tilida mana shu yumshoq G bilan boshlanuvchi so'z yo'q do'stlar. Bu harf faqatgina so'z o'rtasida keladi. O'zidan oldingi o'lning ikkilantiriladi. Inja o'lninlar bilan kelganda esa ularni Y tarzda talaffuz qilamiz. Keyingi harfimiz H, havuch, I, izgara, I, ish. E'tibor bering, I, izgara, I, ish. Mana bu nuqtasiz I xuddi o'zbek tilidagidek qalin, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadi. Bilan deymiz. Bilasizmi? Bilan so'zi bor. Ana shunda bilanda I yo'g'on talaffuz qilinadi. Yoki ilm so'zida I ingichka talaffuz qilinadi. Aynan shuni bilan va ilm so'zlariga nisbat qilib o'zbek tilidagidek o'rganib olsangiz bo'ladi. Aslida bizda o'zbeklarda ham I tovushi ikkita, faqat bizda harf bitta. J keyingi harfimiz. E'tibor bering, bu J emas, bu J emas. Mana bu J deb o'ylamang. Bu J do'stlar. J jilet. K kalem, L lale, M masa, N numara, O emas. O. Chunki turk tilida O harfi yo'q do'stlar. O tovushi ham yo'q. Bu O. Xuddi bizdagi o'rmon degandagi O. O'rtoq. Keyingisi esa yuvarlaq. Ya'ni o'rdakning labini ko'rganmisiz? Oldinga qarab biroz cho'chchayib turadi. Mana shu harfni ham mahraji, ya'ni joydan chiqarishingiz uchun lablaringizni biroz oldinga imola qilib cho'chchaytirishingiz kerak bo'ladi. O'rətmə. Para, resim, soch. Endi xuddi shu S'ni quyruqchasi, ya'ni ilmoqcha dumchasi bo'ladigan bo'lsa, shisha, T, tahta, U, uchoq. Xuddi o'zbek tilidagidek. Ana endi bu U esa yuvarlaq deymiz. Bunda ham ozgina lablarni oldinga cho'chchaytirib yumshoqroq talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Ütü. V, vazo, Y, yemek, Z, zaytun. Mana bu 29 ta harfdan iborat turk alifbosi. Ana endi buni alohida qismlarga bo'lib o'rganib olamiz. Qizilda berilganlar, bular unlilar. Shuni eslab qoling. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Mana shu 8 ta unli va 29 ta harfi. Ketdik. Ana endi alohida ajratib farqlilarga bo'lib o'rganamiz do'stlar. Demak, birinchi farqli harfimiz bu J harfi. To'g'rimi? Biz aslida odatda buni yoki ingliz tilchilar buni K yoki kirillcha lotincha yozadiganlar S deyishadi. Yo'q, do'stlar, bu turk tilida J tovushini beradi va bu J harfi. Endi xuddi shu J ni quyruqchasi bo'ladigan bo'lsa, Ch tovushini beradi va bu Ch harfi. Endi mana bu ikkita so'zga juda ehtiyot bo'lasiz, chunki bitta quyruqchasi bilan va tovush farqi bilan ma'nolar o'zgarib ketishi mumkin. Jam bu shisha degani, cham qarag'ay daraxti. Jan bu jon, odam joni, chan esa bu qo'ng'iroq degan. Qarang. Demak, bu ham nima qilarkan? O'zgartirib yuborarkan, ehtiyot bo'lamiz. Keyingi esa o'sha sizga biroz g'alati tuyulgan yumshoq G harfi. Yumshoq G harfining temel o'zliklari ne do'stlar? Hech qachon so'zni boshida kelmaydi. Chunki bu harf bilan boshlanadigan so'z yo'q va bu harfning tovushi yo'q. Harf bor-ku, lekin tovushi yo'q. Endi yana nima qiladi? Yolg'it o'zi kelmaydi, o'zidan oldingi unlikni cho'zadi yoki ikki unlik orasida ko'prik quradi. Yoki ba'zi holatlarda esa Y tarzda o'qiladi. Endi e'tibor bering, mana bu yerda misol keltirilgan dag'i deb yozilgan, lekin talaffuzda da deymiz. Eğitim deb yozilgan, lekin xafif, ya'ni yumshoq, yengil Y tarzda talaffuz qilamiz. Eğitim. Da mana bu yerda qavs ichida, ya'ni parantez ichida o'qilishi berilgan. Endi siz buni yozilganidek o'qimaysiz, o'qilganidek yozingiz. Shuning uchun eslab qolishingiz shart. Turk tili yozilgandek o'qiladigan til emas. Dag'i yoziladi, lekin da deyiladi. Bu tog' degan. A, B yoziladi, lekin A, B deb o'qiymiz. Bu aka degan. Duyun yoziladi, duyun o'qiydi. Bu to'y degan. Dug'um yoziladi, duyum o'qiladi, tugun degan. Yig'in yoziladi, lekin yen deb o'qiymiz. Ingichka yumshoq Y, bu jiyan degani. Deg'il yoziladi, deyil talaffuz qilinadi. Emas, inkor yuklamasi. Do'a yoziladi, do'a deb o'qiymiz. Bu tabiat degani. O'g'retmen deb yozamiz, lekin talaffuzda o'rətmen deyishimiz kerak bo'ladi. Bu ustoz degani do'stlar.
Yaxshi, keyingi farqli harflarimiz juftligi bu I va I. Yuqorida sizga misol sifatida keltirdim. Nuqtasizini o'zbek tilidagi bilan misolida, nuqtaligini esa ilm misolidagi i'larga nisbat qilib yodlab olsangiz bo'ladi. Nuqtasiz I bu qalin, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadigan unli hisoblanadi. Nuqtali I esa inja, ya'ni ingichka talaffuz qilinadigan unli hisoblanadi azizlar. Bitta nuqta Alisher Navoiyning boshida kelgandek butun boshli hayotlarni o'zgarib tirib yuboradi. Nihoyat ehtiyot bo'lamiz. Sinir boshqa narsa, sinir boshqa narsa. Sinir yo'g'on bo'lsa chegara, sinir bo'lsa asab do'stlar. Sikin boshqa narsa, sakin boshqa narsa. Aslo va tinchdan. Chi boshqa narsa, chi boshqa narsa do'stlar. Chi, ya'ni nuqtasiz qalin yo'g'on talaffuz qilinsa, qor ko'chkisi inja ingichka talaffuz qilinadigan bo'lsa, xon degan ma'nolarni bildiradi. Nuqtalarga va talaffuz qilinish jihatlariga nihoyat ehtiyot bo'lasiz. Va o yo'q do'stlar, bu o. O'zbek tilidagi o, o'rmondagi o va yumshoqroq talaffuz qilinadiganimiz ö. Don muzla degani on raqami ol bo'l degan do'stlar. Dön qayt, ön ol, o'l ol. Ko'rib turganingizdek bu yerda ham nuqta qo'yish va talaffuz qilish butun boshli ma'nolarni o'zgartirib yuborishi mumkin. Va keyingi farqli harflar juftligimiz bu s, o'zbek tilida ham bu bor va xuddi shu sni dumi, ya'ni quruqchasi bo'ladigan bo'lsa, bu sh tovushini beradi. Sok bu t, shok bu shok holati, sir bu sir qandaydir yashirilgan, shir bo'ladigan bo'lsa esa do'stlar she'r. Ko'rib turyapsiz, mana bu ilmoqchilar ham hattoki ma'noni turli xilligiga ta'sir qilishi mumkin. U uzun, u. Tur, sayohat, qul, tur, turli xil, kul, ya'ni o'tin yonganda ostida qoladigan kul. Ko'ryapsizlar, bitta nuqta ma'noni o'zgartirib yuboradi, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p. Yaxshi va buni aytdik va tuzaltma ishorati do'stlar. Tuzaltma ishorati mana bu shapka ham deyiladi. Bu aslida sifatida biz buni shapka deymiz. A, u, i harflarini ustida kelishi mumkin. Qanday ma'nolarda qo'llaniladi? Aynan bu ish yozilishida ishlatilishi mumkin. Yozilishi bir xil, lekin ma'nolari farqli bo'lgan, talaffuzdan farqlanadigan so'zlarda. Odam bo'ladigan bo'lsa, yo'qlik, ya'ni kambag'allik, odam bo'ladigan bo'lsa insonlar yoki xola bu amma degani, ha ya desa hali ham degani do'stlar. Demak, mana shapkasi bo'ladigan bo'lsa, hali ham degan ma'nolarni bildiradi. Odat, sayyid, dona, tona degan bo'lsa, odat bo'ladigan bo'lsa, urf, odat, gelenek degan ma'nolarni bildiradi. Va ba'zida arabcha va forschadan kirib kelgan g va k undoshlaridan keyin keladigan so'zlarga ham unlilar keladigan bo'lsa, shularning ustiga ham qo'yiladi. Dergoh, nigor, dukkan. Mana bu shapka. Bu yumshatish belgisi desak bo'ladi, chunki ularning o'sha ustida bo'lgan harfni unlini yumshoqroq talaffuz qilasiz. Bu faqatgina mana shu unlini ustida keladi. Bunaqa shapka. Bu ya'ni nima ekan deb o'ylanib hayron qolib yurmang. Xo'p, endi o'zbekchada bor, turkchada yo'q bo'lgan tovushlarni ko'rsak. Ko'rganingizdek, turkchada o tovushi yo'q do'stlar. O tovushi turk tilida yo'q. Keyin turk tilida w yo'q va qattiq h yo'q va q tovushini siz ko'rmadingiz va yumshoq g dedik, lekin bu h tovushini bermaydi. Demak, turk tilida o, w, qattiq h, q va g tovushlari yo'q ekan. O'zbekchada mana shu tovushlar bor, lekin turkchada yo'q. Siz turk tilida gapirayotganingizda mana shu tovushlarni unutib turasiz. Sizga shu yerda bir savol bermoqchiman. O'zbek tilida bor bo'lgan-ku, ammo turk tilida bo'lmagan harfli birikma. Ana o'shani qani topib izohlab yozing. Demak, alifbomiz mana shu umumlashtirib oldik, farqli harflarimizni ham ko'rdik, 29 ta harfimiz alohida bo'lib o'rgandik. Ana endi aytganimizdek, bundan unlilarimizni ajratib olamiz. Unlilarni ajratib olish nimaga kerak? Bu keyingi darslarda sizga batafsil ma'lumot beraman. Avvalo hozir unlilarimizni ajratib olsak, bizda 8 ta unli bor dedik. Unlilarimiz qaysi edi? A, E, U, I, O, Ö, U va U dedik. To'g'rimi? Mana 8 ta unlini ajratdik. Endi bu ajralgan 8 ta unlini o'z navbatida ikki guruhga bo'laman. Qalin, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadigan unlilar, inja, ya'ni ingichka talaffuz qilinadigan unlilar. Buni yo'g'on va qalin talaffuz qilinish jihatidan ajratish nima uchun kerak desangiz, qo'shimcha qo'shish uchun kerak. Qarang, qalin, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadigan unlilar tilning orqasidan chiqadi. A, I, O, U. Inja, ya'ni ingichka talaffuz qilinadigan unlilar tilning oldidan chiqadi. E, I, Ö, U. Ana endi bu unlilar lablarning holatiga ko'ra yana guruhlarga ajratiladi. Düz, ya'ni tekis. A, I bu ikkalasi alohida bir juft, E, I bu ikkalasi alohida bir juft, yuqoriroq, ya'ni dumaloq lablaringiz biroz dumaloqroq bo'ladi. O, U, Ö, U. Mana bular juftliklari bilan eslab qolishga harakat qiling. Keyingi darslarimizda bular sizga asqotadi, do'stlar. Yaxshi. Endi turkchada undosh harflarni ham ajratamiz. Sert degani jarangsiz undoshlarimiz bor. Yumshoq unsuzlarimiz, bular jarangli undoshlarimiz. Jarangsiz undoshlarni yodlab olish oson. Mana bu quyida shu undoshlarimiz keltirilgan va ularni bitta so'z misolida yodlab olsak bo'ladi. Pistekchi shahob. P, S, T, K, Ch, Sh, H, P. Pistekchi shahob. Pistachi shahob amaki degani aynan shu jumla misolida bu jarangsiz undoshlarimizni eslab qoling, sababi keyingi darslarimizda bu sizga asqotadi. Mana shu yerda yumshoq g'ni yana bir martadan takrorlab o'tib ketmoqchiman do'stlar, sababi ko'pchilikni qiynaydigan harflardan biri bu yumshoq g va ko'pchilik aynan shu yumshoq ga kelganda g'da talaffuz qilinishadi. Yo'q, bu unday emas. Aytganimizdek takrorni esga olamiz. So'zni boshida bo'lmaydi, o'zi o'qilmaydi, har doim o'zidan oldin bitta unli bo'ladi va unlini uzaytiradi, unli tovushni ikkilantirib beradi va yumshoq unlilar bilan birgalikda keladigan bo'lsa, y gibi talaffuz qilinadi. Yumshoq unlilar qaysilar edi? Qani topingchi yumshoq unlilar? Ha, E, I, Ö, U. To'g'ri. Orasida kelsa e'tibor bering, orasida kelsa y tarzda talaffuz qilinadi. Mana dog' yozamiz, lekin dog' deymiz. Sovuq yozamiz, sovuq deymiz. Ag'ach yoziladi, ag'ach deyiladi. Yit, duo. Mana eğitmek, ta'lim bermoq degani. Ikkita unlining orasida, yumshoq unlining orasida kelyapti, e'tibor bering, y tarzda talaffuz qilinadi. Eğitmek. Deg'il, mana ikkita unlining orasida kelyapti, yumshoq unli, deg'il tarzda talaffuz qilinadi. Juda ham yaxshi. Mana bu turk alifbosi edi. 29 ta harfdan iborat dedik va uni 21 tasi undoshlar, 8 tasi unlilar dedik. Unlilarimiz A, E, I, Ö, U va ularni ikki guruhga ajratdik. Talaffuz qilinish jihatiga ko'ra qalin, ya'ni yo'g'on talaffuz qilinadigan va inja va yumshoq talaffuz qilinadigan, ingichka talaffuz qilinadigan unlilarimiz. Undoshlarni ham ikki guruhga ajratdik. Jarangli undoshlarimiz va jarangsiz undoshlarimiz. Jarangsiz undoshlarimiz 8 ekan, pistekchi shahob jumlasi bilan bularni ajratib olsak, bulardan qolganning barchasi jarangsiz undoshlar hisoblanar ekan. Juda ham yaxshi. Mana shu yerda darsimiz o'z nihoyasiga yetib keldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Hoşça kalın, güle güle.